Shahzodaga bitta savol. Teplomaster mijozlar obyektida ustalar tomonidan xato qilinsa, u xatoni to'g'rilash uchun moliyaviy tomondan yana mijozlar zarar ko'radimi? Zo'r savol bo'ldi Usmon. Yaqinda ham mana shu Quvaydagi obyektimizda shunaqa holat bo'lib qoldiki, ertalabdan bizni o'sha obyektlarni aylanib Quvaydagi obyektga yetib borgunimizgacha soat 3 bo'lib qolgan. Qarasam 170 kvadratli ob'yom urib tashalgan. Bolalar endi yangi yil oldin juda ham shoshayotgan bo'lgan. O'shani hisobiga bordik, qaradik, qarasak orqasiga texnologiya bilan kley berilmagan. O'shani hisobiga bizni uy egalarini chaqirib, o'zimiz ko'rsatib, hamma xarajatlarni o'zimizni bo'ynimizga olib, bu yerda ustalarga ham xarajat to'latmaganmiz. Klientlarga ham og'irlik bo'lmagan. O'zimiz xarajatni olib, hammasini chiroyli qilib bitirib berdik. Oxirgi 2-3 yil ichida bunaqa xatolar qilmayapmiz. Chunki oldin juda ham bo'lgan bunaqa qiyshiq terib qo'yganmiz, bazaltni noto'g'ri texnologiya bilan terib qo'yganmiz. Unaqa paytda hammasi ko'chirib olib tashlab, o'zimiz yonimizdan hamma zararni qoplab bergan obyektlarimiz bo'lgan, u yo'q emas. Hozir ham professionalni ishlashga harakat qilyapmiz inshaalloh, chunki har bitta obyektda, har bitta tonkisiga qarayapmiz. Yana qayerdadir xato bo'lib qoladigan bo'lsa, 100% javob berib aytaman, klientlar umuman jabr ko'rmaydi bu narsadan.